Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Ilhom akaning xonadonidamiz. Assalomu alaykum Ilhom aka. Ziyimsiz, sog'lik, tuzingizlar. Rahmat. Ushbu obyekt Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida. Ilhom aka, bu g'ishtni nima sababdan tanladingiz va nimaga bizdan g'isht oldingiz? Nima sababdan fasad g'isht qilyapsiz? Shuni obunachilarga to'g'risini ochiq oydin aytib oling. Buni bitta tarafi chiroyli chiqadi, ham uzoq muddatga yetadi. Laklab qo'ysangiz ancha xizmat qilar ekanda. Hali shuv qilasiz, boshqa narsa qilasiz. O'zim ham ustaman, lekin mashina men ma'qul ko'rdim, mana shu g'ishtni ko'rdim. YouTube orqali tomosha qildim, har xil g'ishtlar ko'rdim. Eron g'isht, boshqa g'isht, mana Turkmaniston g'ishtini maqtashuvdi. Shunga bordim, menga shu to'g'ri keldi, shuni tavsiya qildi, oldim. Biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizda faqat foydali ma'lumotlar bor. Mana Ilhom akamiz ham biz ijtimoiy tarmoqlardan topib, narxlarni solishtirib, boshqa g'ishtlarni bilan solishtirib, shu g'ishtga to'xtam bo'libdi. Nech puldan oldingiz buni? Narxi 2000 so'mdan tushdi. 2000 so'mdan oldingiz. 2000 so'm, qulay ekan, yaxshi. Narigilardan ham ko'ra 6,5 ga 25ligi qulay ekan. Narigilar kichkinaroq ekan. Buni uzunligi 25 sm, balandligi 6,5 sm, eni 6 sm. Ancha ketadi. 1 kvadratiga 52 ta ketadi. Ha, shunaqa. 52 ta ketadi. Yaxshi. Ko'nglingiz to'q, xudo xolasa, kamchilik yo'q. Ha, yo'q. Ranglari ham tanlash chizganiga bor ekan. Endi men anatomiya qildim. Endi har xil ranglari bor ekan. Har xil kombinatsiyasi bo'ladi. Qizilga, sariq, korishniga bag'ishlaydi. Shunaqa. Yaxshi, yomon emas. Aziz do'stlar, mana sal rastvorni namlari bor, hozir urilgan. Yangi urilganligi uchun nam ko'rinib turibdi. Bu qurigandan keyin yo'g'olib o'zini holatiga qaytadi. Mana shu qanday bo'lsa, mana shu holatga devor qaytib keladi bo'lsa. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa aka, pastdagi nomerga murojaat qilinglar. Bizga obuna bo'lishni unutmang.